Qat yo'l narxi nimalar bilan farq qilishini 5 ta omilini hosillariga tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'mirib, agar video siz uchun foydali bo'lsa, like bosib, qat yo'l olmoqchi bo'lgan tanishlarga sirasi videoni jo'natib qo'yamiz. Qat yo'l nimalar bilan farq qiladi? Qat yo'l birinchi o'rinda narxiga ta'sir qiladigan utupli holati. Birinchisi bo'ladigan bo'lsa, utupli bo'lishi, utupli listga ham qanchalik list ishlatilishi, 08 listmi yoki tunikami, qanaqa mahsulot ishlatilishiga qarab turib ham farq qiladi. Ikkinchisi, qat yo'lda garantiyasi. Qat yo'lda garantiyasiga nimalar kiradi? Misol uchun bizda qat yo'lda elektr qismiga 1 yil garantiya beriladi, ichki holatiga suv qo'ymasligi 2 yil garantiya beriladi. Shu 2 yil ichida agar biron joyidan davlina holatda ham suv chiqadigan bo'lsa, vizrimnoyiz yaxshisidan qo'ygansiz, shu 2,5-3 barda qo'yib yuboradi. Shu holatda ham suv chiqadigan bo'lsa, bepulga borib yama beriladi. Ham qat yo'lda muzlatib qo'ymaganingizda, qat yo'lda aybi bilan suv chiqadigan bo'lsa, behijolat bepulga borib servis ko'rsatib beriladi, sizdan pul talab qilinmaydi. Keyin Veltinator va miyalarga 1 yil garantiya. Shu 1 yilda ichida stabilizator qo'yilgan holatda miya yoki veltinatorda zapchastlari kuyadigan bo'lsa, bepulga almashtirib beriladi. Hattoki shu garantiyasi yo'q qat yo'l bilan 1 million raznica bo'ladigan bo'lsa, uni garantiyalarning hisobiga u oshib ketadi. Sababi qachondir o'tishga berishi mumkin yoki yil o'tib yoki miyani qayerdadir kuyishi mumkin. Shu holatda bepulga servis ko'rsatiladi. Siz usta qidirmaysiz, qachon keladi demaysiz, tezda borib xizmat ko'rsatib beriladi. Shunisi ham farq qiladi. Bu ikkinchisi bo'lgan bo'lsa, uchinchisi qat yo'lda qulayligi. Qulayligi deganda ishlatish qulayligi. Mana hozir qat ko'mirni solyapsiz, pastdan ko'mirni olyapsiz, tozalash. Mana suvini olib turib, bemalol tozalab olaverasiz. Keyin ozgina hali dimiqish holati, hali probka bo'lib qolish holati bo'ladigan bo'lsa, richagi orqali bemalol pulini to'ksangiz bo'ladi. Richagini tortganingizda orqada joyi ochiladi. Aydan tosh-poshlarni tushirib yuborishingiz mumkin bo'ladi bemalol. Keyin bu qat yo'lda regulyatorning tiyaga bilan svit bo'lmagan holatda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Yopiq sistema, ochiq sistemaga bemalol javob beraveradi. Yopiq sistema, ochiq sistemaga bemalol javob beraveradi. To'rtinchisi, qat yo'lga qarash vaqti. Siz qat yo'lga qancha tez qarasangiz, u sizni bezor qilaveradi. Shuning uchun qat yo'lga qarash vaqti necha soatdan necha soatgacha yonib beradi. Shunisiga ham ahamiyat berasizlar. Bu qat yo'limiz, bu 22 kilovatli Nijniy Garina qat yo'limiz Buxoroga jo'natib yuboryapmiz. Bu qat yo'l 8 soatdan 16 soat 20 soatgacha bitta zapravkangiz bilan yonib beradi. Zapravkangiz ham qanday? Bitta zapravka qilganingizdan keyin to'ldirib, ko'mirni turiga qarab, issiq sovuqqa qarab, uyingizni tepla batareyasiga qarab turib, shularni o'zgarishiga qarab turib, qat yo'l 8 soatdan 20 soatgacha bemalol yonib bera oladi. Bu jihati ham ko'p narxga ta'sir qiladi. Ba'zi qat yo'llar mesela 3,5 4 million, 5 millionga ham qat yo'l bor, lekin har 2 soat uzasa 3 4 5 soatga 5 soat uzadi. Bo'lmasa 2-3 soatda qaraysiz va xavfsizliklari hisobga olinmagan, shuni hisobiga narxi arzon. Keyin o'tibli holati yo'q, ko'miringizni ko'p rasxod qiladi. Hozir 5-o'rinda rasxodi bo'ladi. Hozir bu holatda ham umumiy sizlarga tushuncha beraman. Yo'l narxiga ta'sir qiladigan shu ko'mir solish vaqti. Ko'mir solish vaqti bizni Nijniy Garina qat yo'lda kichkina kvadratlarga qulayligi. Bu qat yo'l bitta zapravka qilganingizdan keyin kechqurun soat 10-11 ga borib turib, zapravkangiz kamayib qolgan bo'lsa, yana ustiga ko'mirni solib qo'yib, kirib bemalol dam olsangiz bo'ladi. Uni qayta yoqish boshqa bo'lmaydi. Kerak bo'lsa, bir hafta 10 kun, 15 kungacha ko'miringiz toshsiz bo'ladigan bo'lsa, qat yo'lni o'chirmaysiz, faqat ustiga zapravka qilib turaverasiz. Yana bir qulayligi, bu qat yo'lga ko'mir, tezak, o'tin, yonuvchi narsalarni bemalol solib yoqsangiz bo'ladi. Keyin buni xavfsizligi bo'yicha o'sha svit o'chgan holatda ham o't alanga olmasligi, gradus o'ta darajada ko'tarib yubormasligini hisob qilingan. Shuning uchun e'tibor berasizlar. Qat yo'l narxi asosan shu narsalarga qat yo'lda narx ta'sir qiladi. Bizni videoni shu joyigacha kuzatgan bo'lsangiz, videoga like bosib, tanishlarga jo'natib qo'yasiz. Keyin qat yo'l olgan bo'lsangiz, qat yo'lingizni rasxodi, sutkalik rasxodi necha kilodan bo'ldi, qaysi qat yo'ldan olgansiz va necha kilodan rasxod qildi. Kommentariyada fikrlaringni yozib ketinglar. Mana hozir 5-omili narxga ta'sir qiladigan qat yo'lda o't yurish yo'li. O't yurish yo'li ekonomligi qancha yaxshi bo'lsa, sizga shuncha foydali bo'ladi. Misol uchun sezilmasligi mumkin 5 kilo yo 6 kilo yo 10 kilo sutkasiga, lekin bu
yilga hisoblaganingizda siz katta yutkazishingiz mumkin. Shuni hisoblari olingan bo'lsa, keyin rasxod qanchalik kam rasxod bo'ladigan bo'lsa, biz 5 kilo, 10 kilo, 20, 15 kilo bilan sutkani o'tkazdiradi deb eng kam yoqilgan holatda aytmaymiz. O'rtacha holatda aytamiz, shu kat yo'limiz 35 kilo, 40 kilo, 30 kilodan bir 40-45 kilogacha rasxod qilyapti uyda tepla batareyasiga qarab. Rasxodi haqida, nimaga bog'liqligi haqida bilmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosib qo'ying. Keyingi videoda kat yo'lda rasxodi nimaga bog'liqligini chiqaramiz. Bizni kuzatishda davom. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bizga aloqaga chiqishlaring mumkin.